Assalomu alaykum mulla baba. Qanday qilyapsiz? Va alaykum assalom. Shu mana shu yerdan supacha qilganman. Bu yerda mana bo'titalarni qablari bor. Siddiqxo'ja bor, G'ulomxon bor, Mirsharifxon, G'o'zixon bor. Jami shu o'zimni mahallamni bo'titalarim bor shu yerga. Auzu billahi shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ahad Allohu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal amin. Shu yo'g'antalo sheydek marhadar bo'lgan, sheyda aytgan G'ulomxon bo'lgan, Said Ikrom, Said Islom, Siddiqxo'ja bo'larimdan Mirsharifxon, G'o'zixon bo'lar. Sheyda aytgan bu tetalarni yotgan joyda jannatdagi qaromilari yorug' bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin, oxiratda bo'lsin. Har bandani umrini, rizqini begin. Robbana atina fid dunya hasanatan. Allohu akbar. Mana kelib o'ttiraman, dam olaman, bu tetalarga qarab aylanib, gullaykim, darakkim, mana shunday suv quymayman-da. Mana shu aytgan bor, shu o'zimizda shu bu tetalarda Spachakan o spachakan biri, karakan ne var? Balangine diyordan. Bana no dina bayım bunlar. Yerle gelsin. Bir gün koyul mette. Bazı. Biz bu otele koyulan. Hey, mana şeyle, mana paşayla koyduk ben. Nereden ağladı? Hayatımızda yemek tahsis geldi. Söylerim acaba. Hatta katar koyduk bana. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ahad Allahu samad. Lam yalid ve lam yulad ve lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve salamun velhamdu amin. Bugün düşen başa qiyindir Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sultan var Haydar babamızga, Bahavaddin balogiga, şeyde etken, cami etken Hasanxon bog'larimizga, Akbarxon bog'larimizga, Rivojxon bog'larimizga, Qosimxon bog'lar, G'ulomxon bog'im, G'o'zixon bog'im, şeyde etken, cami etken, Sirojxon amakim, To'rixon amakim. Mana bu tomonga ushbu sog'ona yotgan bu titalarimga, mana shu qabr etgan, zam etgan Sulton va Haydar bobomizga, Mir Tayyibxon bobomizga, şeyde etgan bog'larimizga, to'talarimizga, ota avlod, ona avlod şeyde etgan sag'irga yetimlar, yesirlar, g'oyiblar, shahidlar, jamiga ro'ha yor bo'lsin Allohim. Mana shu she'rga Torotxona qilib berganlarga, mana katta uylar qilib bergan, mana yo'llarni taxlab berdi. Shu birodarimiz mana shu mana jamiga tomosha qarindoshlarimiz. Mana shu kim yo'llarni taxlab bergan bo'lsa, mana shu kim Torotxona, mana shu uylar kim qurgan bergan, mana shu katta nasib bo'lsa uylar. Shu mana katta qabristonni tog'lar, mana ishon bog'lar uchun mana shu she'rni joy taxlab bergan bo'lsa, Alloh umrlari uzoq bo'lsin, doim ishlar rivoj bergan, kasb-koriga, dasturxonga Alloh fayz baraka bersin. Baxtli polaman. Alloh taolo har bandani umrini, rizqini bergan, doim ishimiz rivoj bergan. Alloh akbar. Mana shu yerlarni ana joy taxlab berildi bir akaxondamiz. Mana katta mana yo'qlayapti. Mana shu yerlarni katta hashar qilibman mana. Butunlarni chopib, qarab, aylanib. Mana qara. Mana bu yo'llar yomon yo'l edi. Mana bu Ejon bog'larni qabristoni oldida katta yo'l bordi. Yo'l yo'q kelib, mana yo'lni o'sha qadimiy yo'lda qildim. Mana bu qadimiy Jino yo'l. Xo'jaxaron yo'li. Mana shu chakkadan Toshkentga ishlab yurgan bir akaxon mashinlarni taxlab berdi. Mana bu yoqdan, mana bu yo'llarni butunlarni chopib yuraman. Mana shu yerlar eng kattakon hashal qildim. Bu qumchag'irlarni mana shu yerdan nasib bo'lsa 4 metrga 4 metr bir chiroyli bir ayvonxona qilaman. Kim kirish yerga bir o'tirgan xona, dam oladigan xona. Girdilari gullay ekaman. Mana shu yer katta maydonli chegara, ana shu yerga mana shu chegara. Nasib bo'lsa buni tumbadan teraman. Tumbadan terib ustini shu zagon shiplan katta joy qilaman. Mana kirib kim bo'lsa kirmaydi yerga kelib dam olaveradi yerga. Bu tomondagilar, bu tomondagilar. Bizga unda ayrimchilik yo'q. Mana shu to'liq kelib.
Mana bu tüytelerim türgen. Şeriye. Sozu boğularım, akar boğularım, bulon bulan şehre, mana üzüm boğularım. Şarabat dedim, adro tüytamla. Uşağına joyun ma, karım doşum etti, mana şeyi taklap koydum hadi. Bu tüytelerimni joyu, bir gün olmasın dur. Mana şeyden bir boştan, işon boğularını şu Kendimizde urama divana koyacağım, mır dastırım, mır Hüseyin'im aşağı bir boştan söz oluyor hadi. Okey Parvardigar, ya Manna, ya Rasul, İlla Muhammed Resulullah şu Mazor boya kimle yordan gelmese, mana şeyde, mana şu aka xondamız, Akram boğulu oğulları, Ahtamakka mana şeyini tağlı bilir. Ammalarını, umlarını zobuzun, işe roy begin, biremi begin, kasım körüye, dasturxonla xapay ballarını umru zobuzuna mana şu iki hacdan ziyot katta iş qildi. Dön daryo qabili daryo qilib bu tete ana şol bizim Allahu Ekber. Ana ne desem onu kadre yeti bana ütüllan çopaman bir torot konalı kodet konalı ule pasen boru su sipaman samı gilanı ana şu kabriston şoğul boskanıdı tulkiydi tulkiler şoğullar kabirlerini uçup teletiydi sam şu üçüne yok kıldım da tulkilerini numalandı Çoğuna yok kıldım. Şimdi yok kılım ama kabirlerini oldu. Ummanı koşamadı. Bana kabristonlu çırağıyla tuttu yine. Akurat yine. Şu anda şu boğramda hamur yedim. Nekiydi. O bana umuman buronta kabirde bir kavlama edeyim. Oşma edeyim. Akurat yine tuttu. Çırağıyla. Şu macuat kele bari. Yüzümüzde şu boğultuyu taladı. Mana katta qabriston şeylerini tölü. Gör bizden oladı işlerimizni doğru bilsin.